Assalomu alaykum, mana obunachilarim, mehribonlarim. Men hozir auditoriyamdagi ayol-qizlarga bir onlayn ish taklif qilmoqchiman. Bu qonuniy O'zbekistonga kirib kelgan, sertifikati ham bor. Bo'lmasa tavsiya qilmasdim. Eshitgan bo'lsangiz kerak, Turkiyani Ersak firmasi bor va sizlar ushbu firmada onlayn ishlasanglar bo'ladi. Uyda o'tirib ayollar bemalol sotsa ham bo'ladi. O'zi Turkiyada ham mana degan boylar ham Ersak firmasidan foydalanishadi, bilsanglar kerak. Bu yerda ishlashinglar hammasi qonuniy bo'ladi. Sizlardan pasport so'raladi, hamda rasm so'raladi va sizlar bu yerda dokumentalni ishlaysizlar. Va sizlarni ishlab topgan pulinglar vaqtida beriladi, oyliginglar. 15 kun o'tib ketib, 20 kun, 1 oy o'tib ketib, unaqa narsalar bo'lmaydi. Vaqti bilan olasizlar. Xohlasanglar nalicha olasizlar, xohlasanglar plastiklarga tashab beriladi. Faqat bu yerda bir martalik xarid bor, undan keyin hamkor taklif qilib, bemalol oylikka chiqsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda bronza medali bor liderlar 30-35 milliongacha oylik olishyapti. Chunki o'sha bronzagacha yetib chiqishganda ular. Faqat bu ish qonuniy bo'lgani uchun sizlar registratsiyadan o'tasizlar. Buning uchun sizlarning pasportingiz kerak bo'ladi, rasmingiz kerak bo'ladi, hamda telefon raqamingiz kerak bo'ladi. Bilasizlar, hozirgi kunda internet platformasida juda ham onlayn ishlar ko'payib ketgan, sertifikatlardan charchagan ayollar ishlab, daromadga chiqa olmaydi, hafsalasi pir bo'ladi. Lekin insonni ko'proq o'zining harakatiga va mehnatiga bog'liq. Именно bu firmada harom yo'q, marketing halol va hech qanaqa piramida emas. O'sha quyosh sistemasi asosida bo'ladi hammasi. Stajlar ham yuradi, pensiya olishinglar mumkin. Chunki O'zbekistonga bu narsa qonuniy kirib kelgan. Bu yerda har bitta xaridinglar sovg'ali bo'ladi. Eng kamida bittadan sovg'a olasizlar yoki o'sha qancha ko'p mahsulot xarid qiladigan bo'lsanglar, shuncha ko'p sovg'a olasizlar va 700 minglik xarid qilsanglar, sizlarga 5 ta qimmatbaho sovg'alar keladi. Men Telegram silka qoldiraman, kirib ko'ringlar, qiziqinglar, ishlamoqchi bo'lsanglar va Sevaraxonga yozinglar. Hamma yana ham ko'proq savolinglarga ular javob beradilar. Balki men sabab ishinglarni topib ketsanglar, yaxshi pul topib ketsanglar, ajomas. Rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman.